Tun bag'ridan o'tganlarim, haqdan tole kutganlarim, yorug' tongga yetganlarim, assalomu alaykum. Ko'ngli toza qadrdonim, sinov kelsa sabrligim, sizga ko'ngildosh dilim, ey mening mehribonlarim, assalomu alaykum. Yangi tong, yangi imkon, shukurki omondir jon. Yaqinim, musofirim, olisdagi qadrdon, assalomu alaykum. Qiz o'g'ilmi, keksa yosh, tanishmi yot qarindosh, sizga bo'lsin baxt yo'ldosh. Husnda hurlarga teng, ey pariro'y qalamqosh, opa singillarim, onajonlarim, assalomu alaykum. Azizlarim, assalomu alaykum. Kelayotgan kuningiz, otayotgan tongingiz xayrli bo'lsin deb men yana bugun mana sizlarni tongda qarshi olish uchun efirdaman. Azizlarim, avvalambor otayotgan tongimiz har birimiz uchun unumli bo'lsin, xayrli bo'lsin. Allohim, kimlardir uyg'onmagan bo'lsa, Allohning rahmatiga ketgan bo'lsa, Alloh ularni o'zini rahmatiga olsin. Qolganlarga, bugun uyg'onganlarga Allohim, yo'llarga chiqayotganlarga Alloh yo'llarini bexatar qilsin. Uzoqdagi musofirlarim kun bo'yi Allohning panohida bo'ling. Topganingizga Alloh baraka bersin. Azizlarim, bugungi efirlarimda keling bugun nega vasvas kasalligi ko'payib ketdi? Nega insonlar ichida mana shunaqa o'zini osib qo'yishlar va o'zimizni tilda aytadigan bo'lsak, xayol qochishlar, jinni bo'lishlar degan kasalliklar ko'payib ketdi. Men yaqinda bir efirlarimda ko'rib qoldim, o'qib qoldim. Alloh rozi bo'lsin, Zokir Islom taxallusi ostida bir insonimiz bor ekan, din ahllaridan. Allohim shu qori akamizni ham umrlari uzoq bo'lsin. Shunchalik shu nima deydi, e'tibor qilib efirlarimizga bir chiroyli o'zlarini fikrlarini bildirib qo'yibdilar. Nega biz mana shu vasvaslar ko'payib ketdi? Nega bizni yomon kasalliklar ko'payib ketdi? Nega o'sha koronavirusni yuborgan ham bizga? Mana shu Alloh bizni gunohlarimiz uchun biz tavba qilmayapmiz. Biz noshukrlik qilyapmiz deb juda ham ko'p nimalarni yozibdilar. Haqiqatdan ham azizlarim, biz juda ham noshukur bo'lib ketdik. Men avvalambor shu prezidentimiz, Allohning soyasi bo'lgan prezidentimiz Shavkat Miromonovichga ming shukrlar aytaman, ming bora rahmat aytamiz. Chunki qayerga borsam, mana qayerda bo'lsam shu asfalt qilinyapti. O'sha qayerga boradigan eshigimga shu uzoq joylarga borsam ham boradigan joylarim to uyigacha kirgunimizcha hamma joy asfalt qilingan, yo'llarimiz yaxshi bo'lib ketdi. Lekin buni bir achinarli tomoni shundaki, azizlarim, biz juda dangasa bo'lib ketdik. Biz juda ham nima deydi, qo'pol qilib aytganda nimaga botib qoldikda, nima deydi, bir botqoqqa botib qoldik biz, shu najas botqog'iga botib qoldik biz. Negaki ko'chalarni qilingan chiroyli oynadek ko'chalarni atrofi to'la nima deydi, nimaga bosib ketgan, shu o't o'lanlar, tikonlar o'sib, ularni orasiga insonlar tashlayotgan baklashkalar, insonlar tashlayotgan latta, pamperslar, bolalarni pamperslari bilan har xil yomon nimalar bilan mana shunaqa bo'lib o'ralib ketganda yo'llarni ustida. Endi buni ham bizga prezidentimiz qilib berishlar kerak emas-ku, to'g'rimi? Yoki o'sha davlat idoralarida ishlaydiganlar qilib berish kerak emas-ku? Hurmatli insonlar, kelinglar, biz birgalashib, shu hammamiz birgalikda farzandlarimiz bilan shu o'zimizni atrofimizdagi, mahallalarimizdagi, shu ko'chalarimizdagi mana shu tikonlardan iflos narsalarni olaylik, mana shulardan tozalab tashlaylik azizlar. Siz o'ylaysiz, menga nima? Men nima ishim bor? U kimnidir ko'chasi, men o'zimni uyimni atrofini tozaladim. Birovni yo'li bilan nima ishim bor? Yoki bu nimani Daraddildagi yo'l
qurilishda ishlaydiganlarni ishi deyishingiz mumkin, lekin kechirib qo'yasiz. Mana shu yo'ldan siz ham yuribsiz. Mana shu yo'ldan sizni farzandingiz yuryapti. Nima bo'lyapti? Hozir nima ko'payib ketdi? Biz shu o'rinda bir gap aytib o'tib ketaman. Alloh insonni bir nimamda aytgan bo'lsam kerak. Alloh insonni yaratib yerga tushirganda sen yerni obod qilasan degan ekanda, o'sha ilgari qilgan obod o'sha odam atomiz davridan nechinchi yillargachadir keldi bu. İnsanlar hashar qilardik, yo'l tozalardikda, lekin mana hozirgi zamonimiz qanchalik yaxshi bo'lgan sayin insonlarga juda ko'p imkoniyatlar yaratilyapti. Mana uylarimiz qavat-qavat ko'tarilyapti. Kambag'al inson qolmadi, lekin mana shunaqa yo'llarga najaslar tashlab ketyapti. Pampers, bolalarni pampersdan tashlab, bolalarimiz nega yig'layapti? Biz ilgari bolalarni tuvaklarini olib, tuvaklardagi o'sha bolani siydigini yo'q nimasini axlatini onalarimiz aytardi. Bir daraxtni tagini kovlab qo'yardikda, daraxtni tagiga to'kardik. Nega? Bolang yig'lab qolmasin. Shuni oyoq ostiga to'kma deyishardi. Lekin hozir kelinlarimiz ko'chalarga shu nima qoplarga boylab ko'chalarga tashlab ketishyapti yoki nimalarga tashlayapti. Avvalambor kelin poshshalar, men sizga katta gapirmayman yo bir nima qilib maqtanib gapirmayapman. Shu bizni davrimizda pampers bo'lmagan, lekin o'zim uyda nevarachamni 5 yoshgacha mana katta qildim. Biror marta pampers ishlatmadim. Pampers ishlatmadim deganim ham yolg'on bo'lishi mumkin. Ishlatdim, qayergadir chiqadigan bo'lsak, shu nima ho'llab qo'ymasin deb ishlatdik, lekin uyda ishlatmadik. Shu katta ilgaridan qiladigan plyonkalar qilardik. O'sha plyonkalarga issiq, masalan, yozgi kuniga salqinroq shu materialga solib tikib qo'ygan bo'lsam, qishga borib gumbazlar bo'ladi, bilasiz, gumbaz materiallarimiz. Biz gumbaz material derdik, issiqrog'ida. O'sha gumbaz materiallarni ichiga selofanlar solib, plyonkalar solib tikib qo'yardimda, butun o'sha ko'rpani ustiga yopadigan qilardim. Bir 2 metrcha, 1 ga 2 qilib, 1,5 ga 2 qilib tikardim. Bola shtobe nima qilsa ham, dumalab ketsa ham shu nima bo'lmasin derdimda, biror joyimiz ho'l bo'lmaganda. Endi hozir yozi bilan ham mana birpasda yuvib qo'ysangiz quriydi-ku. Bolangizni nimasi, to'g'rimi? Ishtonchasi birpasda quriydida. U masalan qishni kuni ham pechga yoqamiz, gazi bo'lmaganlar. Oldiga bitta dorcha qilib qo'yardi, ilib qo'yardi, quriyardi. Endi bu farzandingizni ertaga pushtiga, nasliga ta'sir qiladi. Mana shuni unutib qo'ymaysiz. Hech qachon pampersni ko'chaga tashlamang. Iloji boricha iltimos shu pampers ishlatmanglar. Bitta pampersiz 2000 so'mdan hisoblang, 2000 so'm. 10 ta pampersiz 20 ming so'm. 100 ta pampers olsangiz 200 ming so'm bo'lar ekan. Agar 2000 so'mlikda ishlatsangiz, shunaqa nimalar bor. O'zimni farzandlarim ham, Toshkentdagi qizlarim ham 3,5 ming so'm dedi bitta pampersni. Endi ular ha savdoda tadbirkor vaqti yo'qdir shu yuvib nima qilishga-da, lekin uyda o'tirgan ayollarimiz ham pampers ishlatishyapti-da. Buni ham qarang, nima oilangizga ziyon kelyapti, ham shu farzandingizga o'zingiz joniga bir nima berib qo'yyapsiz. Uni o'zingiz bir pampersni kiyib nafas olib ko'ring. Pampersda nafas olib bo'lmaydi, havo yo'q. Bolani qisadi pampers. Mana shuning uchun mana shu o'rinda mana shu pampers haqida ham aytib o'tib ketdim. Endi azizlarim, mana shu nima deydi, har bir kasallikni bir davosi bor deydi, lekin agar Alloh ko'rsatmasin, mana shu yo'llarda o'sha chakalakzorlarga, o'sha biz to'kkan najaslarga, biz to'kkan o'sha nima deydi, yo'ldagi har xil yomon nimalarni ichida shayton bolalar ekanda, jinlar bo'lar ekanda, Alloh taolo jinlarni quvganda qayerga quvgan desa, o'sha chakalaklarga quvgan ekanda, shu nimadan surgun qilib chakalaklarga quvgan ekan. Ular chakalaklarda bolalar ekan. Shuning uchun haligi noto'g'ri gapirib qo'ysangiz, jiydan tagidan o'tdingmi deb hazil qilib qo'yardi-ku. Hozir endi hamma joyimiz mana shunaqa bo'lib ketdi. Yo'llarimiz ifloslanib ketdi. Mana shu boraman, nima deydi,
bir chiroyli joylarga boramiz, lekin yo'llarimiz hamma yo'l bir xilda shunaqa haligi olinmagan, o'rilmagan, chopilmagan, hech narsa ketmaydi. Bitta ketmon, bitta o'roq bilan chiqib, shuni bitta nima bilan, sanchqi bilan, peshog'amiz bilan, biz o'zimiz peshog'a deymiz, shu yig'ib bitta nima gurgut chaqib yuborsangiz yonib ketadi. Yoqib yuboringlar, yig'ib yoqib yuboringlar, chunki o'sha yo'lda yurib kelib xonadoningizga kirsangiz, siz bilan o'sha nimalar ergashib kirar ekanda xonadoningizga, xonadoningizni uy qilib olar ekan. Keyin yana bitta gap aytib o'taman. Mehmonni deydi, men buni qayerga borsam joylarda aytyapman. Mehmon uyingizga ko'p gap-kashtaklarni tashqarida, mana restoranlarda bo'lib ketgan, xonadoningizga mehmon chaqirib turing deydi. Mehmon kirmagan uyingizga, hech kim kirmagan xonadonlarga jinlar uy qilib olar ekan. Hozir ayniqsa shunaqa zamon bo'lib qoldi, ilm va amal qiladigan, jinlarni uy qiladigan ko'chalarimizda shunaqa bir nimalarga o'zimiz nima qilib beryapmiz, yo'l ochib beryapmiz. Hurmatli onajonlar, mana shu kelinlarimiz, qizlarimiz, o'g'illarimizga mana shuni o'rgataylik. Hech narsa vaqt ketmaydi. Ertalab turdingizmi, turgandan keyin choyda ichibmi, ichmasdan turibmi, sharoitingizga qarab bir ko'chalarga chiqib, shu mahalladagilar aytgan bilan aytyapti, opa, siz ham mana shuni aytib qo'ying. Men yaqinda mahallamiz nimasi bilan gaplashganimda, Alloh sizdan rozi bo'lsin, biz aytyapmiz lekin qilmayapti deydi. Mana shu ko'chamizdan yursak, ko'chamiz mana shunaqa axlatlarga to'lib ketdi. Har xil insonlarga iltimos qilaman, shu ko'chada mashinada ketyapsiz, shu baklashkalarni otib ketmang. Ichgan mana shu nimalar, energetiklar nimalar bosib ketgan, har xil vlajniy qog'ozlar tashlab ketyapsiz. Shuni o'zingiz bilan olib kelib, o'zingizni xonadoningizda bir masalan qishloqlarda o'choqni tagiga, tandirni tagiga yoqib yuborsangiz bo'ladi. Nimalarda nima joylarda, domlarda bir nimaga o'rab, paketlarga o'rab chiqarib qo'ysangiz, mashinalar olib ketib boshqa joyga tashlaydi. Lekin tashlamanglar. Mana shuni oqibatida kasalliklar ko'payib ketyapti. Mana shuni oqibatida biz yomon kasalliklarga uchrayapmiz. Bu hech kim aytib bo'lmaydi. Bu sizni va bizni farzandlarimiz kasallikka uchrab qolmaydi deb hech kim aytmaydi. Mana buni domlalarimiz ham, nimalarimiz ham ko'p nima qilishyapti. Mana oldin bunaqa gaplarni eshitmasdik, hozir endi eshitib qolyapmiz. Hozir endi tez farzandlarimizni shu domlalarimizga, masjidlarda o'tirgan qori akalarimizga olib borib dam soldirib kelyapmiz. Nega? Mana shunaqa yig'lab qolib yoki shu kasallanib yaxshi bo'lmay qolaversa, mana shu tashqaridagi nima bizni farzandlarimizga ta'sir qilyapti. Shu bir yaqinlarimizdan birini eshitib qoldik. O'g'lim ko'p kechasi yurar ekan, o'g'li. Kechasi ko'p, bilasiz, bolalar ko'proq kechasi yuradi. Shu kechasi kelganda mazasi bo'lmay, shu gapirmay qo'ydi deydi. Keyin o'zicha nimalarnidir bir gapirib, o'ziga o'zi gapirib, nima qilib yurib o'sha onasiga aytgan, ona, men shunaqa bo'lyapman, yomon tushlar ko'ryapman, yoki men yurganimda mana shunaqa nima deydi, kimdir meni chaqirgandek, kimdir menga gapirgandek bo'lyapti degan, onasi bunga e'tibor qilmagan. E'tiborsizlik natijasida bu farzand o'zi yolg'iz o'g'il bo'lgan, o'zini osib qo'ygan. Shuning uchun bularni hammasi o'sha bizni e'tiborsizligimizdan, o'sha bizni hozir ko'chamizni, uylarimizni atrofi shunaqa bir yomon ifloslanib ketganligidan. Mana shu iflos joylarni tozalanglar, mana shu o't qo'yib yoqib yuboringlar. Mana shu yaqinda ham men o'zimizni Samarqand viloyati nimasini, nima deydi, hokimimizni bir yig'ilishlarini kuzatdim. Ular ham shunaqa deb bir nima qo'ydilar, ko'chalarni tozalanglar, o'zimizni o'tirgan joyimizni o'zimiz tozalab o'tiraylik deb nima qildilarda, murojaat qildilarda. Shuni nimasida ozgina toza bo'lib qoldi, men sezdim, toza bo'lib qoldi, lekin yana shu ahvolga tushdi. Buni menga nima desangiz deb e'tiborsizlik qilsangiz, Xudo ko'rsatmasin, ertaga bu o'sha narsa
narsalar sizga ham ergashib xonadoningizga kirib olsa, yana bir yomon kasalliklarga uchrab qolasizlar. Azizlarim, mana shu bugungi efirim ham o'ylayman bee'tibor qoldirmaysiz. Tarqatib qo'yamiz, hamma farzandlarimiz eshitsin, insonlar eshitsin, o'z fikrlaringizni bildiringlar. O'zimiz uchun o'zimiz harakat qilaylik. Chin ajina o'sha nimalardek shaytonlar bizga kirib qolmasin, bizga ilashmasin, bizni xonadonlarimizga kirib qolmasin. Mana shularni bir tashkil qilsak, judayam nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Bir yigit o'tib qolibdi. Bir yigit o'tib qolibdi-da, shu qabrda yotib hech ish qilmaganman. Endi nima bo'lar ekan? Men buni ko'p aytaman mana shu nimayam. Endi nima bo'lar ekan deb qo'rqib yotganlarida qabridan bir ikkita nur tushgan ekan. Ikki joydan tuynuk ochilib, qabri yorishib ketgan ekan. Bu yorug'lik nimadan deganlarida, bu yorug'lik bu yigit ketayotib ko'chada o'sib yotgan bir tikonni olib tashlagan ekanda, tikonni shu odamlarga xalaqit bermasin deb olib tashlagan ekan. Qarang, yo'l chetida ketayotib bir tikonni olib tashlagan ekan. Yo'lda mashinalar yuribdi, g'isht bo'ladimi, tosh bo'ladimi, nimalarnidir xalaqit beradigan narsalarni ham siz qo'lingiz bilan yoki oyog'ingiz bilan turtib bir chekkaga olib qo'ysangiz, mana shu uchun ham Alloh bizga jannatni vojib qilgan ekan, azizlarim. Shuning uchun azizlar, bir-birimizga yordam beraylik. Bir-birimizga nima deydi, kasal bo'lishimizdan oldin biz o'zimizni taftish qilib ko'raylik. Biz nima qildik? Dunyoga kelib nima ish qildik? Faqat yeb, ichib, o'yin-kulgi qilish uchunmi yoki insonlarga bir Alloh yo'lida bir xizmat ham qilganmizmi? Shuni ham bir o'ylab ko'raylik. Azizlarim, bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Mana shu bugungi suhbatimiz ham yoqqan bo'lsa, fikr mulohazalaringizni bildirib qo'yib, like bosib boshqalarga ham tarqatib qo'yinglar, azizlarim. Chunki bizni mana shu har bir efirimiz boshqalarga ham yetib borib, agar kimgadir sababchi bo'lib qolsangiz, agar kimgadir yordam qilib, mana shu boshqalarga ham shu biz qandaydir mushkulini oson qo'ysak yoki kasal bo'lib yotganlarga kasallik haqidagi efirlarimizni uzatib qo'ysak ham, har bir bosgan qadamimizga bir Allohdan bizga amal daftarimizga savob yozilib turar ekan. Agar o'sha inson bizni aytganimiz bilan hidoyatga kelsa, o'sha inson bizni o'sha kasallik haqidagi bergan efirimiz bilan siz boshqa birovga mana shunaqa ekan, mana shuni qilib ko'ring deb o'sha odam yaxshi bo'lib kelsa, siz u dunyoga, foniy dunyodan boqiy dunyoga savol javobsiz jannat egasi bo'larkansiz. Mana shu savoblarga erishish uchun azizlarim, bizga sherik bo'linglar. Mana shu efirlarimizni uzatib qo'yinglar. Barchangizga yaxshiliklarni tilayman. Allohim bugungi kuningizni xayrli qilsin. Sog' bo'ling, salomat.